sizlardan oldin o'tgan bir kishi bor edi. Qilmagan gunohlari qolmadi. Hamma gunohlarni qilib ko'rdi. Shuning uchun arablarda bir maqol bor: "Man zallazi ma sa'aqat va man jaa bil husna faqat." Umrida gunoh qilmagan, umr mobaynida gunoh qilmagan odam bormi? Umr mobaynida gunoh qilmagan odam bormi deydi arablar. Va man jaa bil husna faqat, yoki faqatgina umr bo'yi yaxshilik qilgan inson bormi deydi. Hammamiz o'sha odammiz. Hammamiz gunohkormiz va hammamiz faqat yaxshilik qiladigan emas, balki kamchilikka yo'l qo'yadigan insonmiz. Sizlardan oldin o'tgan insonlarning ichida bir kishi bor dedi. Va qad rag'asahullohu malan. Alloh taolo ko'p mol, mulk, boylik bergan dedi. Bir umr yoshligidan, o'rtaligidan qariguncha faqat gunohlarga sarf qildi mana shu pullarim dedi. Umrini nihoyasiga yetganda farzandlarini to'plandi. Farzandlarim, sizlarga meni bir savolim bor dedi. Qanday ota bo'ldim men sizlar uchun dedi. Otaligini men eplay oldimmi dedi. O'zi musulmon. O'sha zamonda dinida musulmon. Otaligini epladimmi dedi, epladingiz dedi. Men qanday ota bo'ldim dedi. Eng yaxshi ota bo'ldingiz dedi. Men sizlardan bir narsani iltimos qilaman, va'da berasizlar, albatta shuni bajarmasanglar men sizlardan rozi bo'lmayman dedi. Farzandlari, otajon, nimani iltimos qilsangiz ham bajaramiz deydi. Fa iza ana mittu fa ahriquni dedi. Men dunyodan o'tar ekanman, meni yoqib tashlanglar dedi. Summat hanuni, men yonib suyaklarim qolgandan keyin tegirmonga solib meni maydalab tashlanglar dedi. Unga o'xshatib, kulga o'xshatib tashlanglar dedi. So'ngra meni ikkita qopga solinglar dedi. Eng shamol ko'tarilgan kunda, shamol esib turgan kunda yarmini olib borib toqqa, yarmini olib borib dengizdagi suvga uloqtirib tashlanglar, chachib tashlanglar. Fa iza qadarallohu an yab'asani, agar Alloh taolo meni qaytadan tiriltirsa, meni qattiq azoblab qo'yadi dedi. Chunki men yaxshi amal qilmadim dedi. Dedi farzandlar rozi unamadi, otajon biz unday qila olmaymiz dedi. Agar shunday qilmasanglar men sizlardan rozi bo'lmayman dedi. Vafoni, ahd paymonni olgandan keyin ota dunyodan o'tdi. Farzandlari otani meros vazifasini, buyrug'ini bajarishlik uchun otasini o't qo'yib yondirishdi. Qolgan suyaklarini maydalab ikkita qopga solishdi. Shamol esib turgan kunda yarmini olib borib toqqa, yarmini olib borib dengizga tashlashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisining davomida Alloh taolo yerga buyurdi: "Ey yer, maydalanib kul bo'lib chachilib ketgan suyagini to'pla. Ey dengiz, sen ham to'pla" dedi. Qayta to'plandi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida tirik jasad bo'lib qaytadan tirildi dedi. Qarang, xitobda Alloh taolo xitob qilyapti. Ey bandam deyapti Alloh taolo. Doim bandam deb murojaat qiladi. Ey bandam dedi. Nima sababdan shuni aytding bolalaringga? Nima sababdan aynan shu vasiyatni qilding? Dedim, qala makhafatuka ya robbi dedi. Robbim, men sendan qo'rqdim dedi. Men gunoh qildim, lekin men sendan qo'rqqanim uchun qildim, boshqa gap yo'q dedi. Gunoh qilardim, baribir qo'rqardim sendan dedi. Qo'rqmaganimdan emas, nafsimni tiya olmaganimdan, qo'rqmaganimdan emas, shaytonga kuchim yetmay qolganidan va agar shunday o'lib ketsam aniq do'zaxga tushaman deb bolalarimga meni chachib yuboringlar deb aytdim dedi. Shu uchun aytdingmi bandam dedi, shuning uchun aytdim dedi. Hamma gunohlaringni kechirib yubordim dedi. Birorta gunohing qolmadi, hammasini kechirib yubordim, jannatga olib kiringlar deb jannatga olib kirib ketdi. Shuning uchun birodarlar, Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan, Alloh taoloning mag'firatidan uzoq bo'lmaylik, tavba qilaylik.